Господин Nahrorov. Olim Islom Abdug'aniy, sizga O'zbekiston va Eron munosabatlarini qanday baholagan bo'lardingiz? Rahmat. O'zbekiston yaxshi tushunadiki, Eron davlati mana shu mintaqada, Janubiy Osiyo, Markaziy Osiyo mintaqasida eng buzruk, eng qudratli davlatlardan biri. Birinchi prezident bilan bo'lgan suhbatingiz bor-ku, o'sha haqida ham gapirib bering. Qanaqa bo'lgan? Bu prezident bilan mana bu savollar bo'ldi. Masalan, mana so'xga koridor ochib berish borasida Qirg'iziston tomon bilan Islom Karimov qanday muzokaralar olib boryapti? Mana shu haqda ham savol bor. O'sha vaqtda endi Tojikiston bilan viza rejimi joriy etilishi kutilayotgan edi. Mana Islom aka, bu viza bo'lsa, bu bordi keldi qanday bo'ladi? Bu quda annachilik degan gaplar bor. Bu keyin odamlarga qiyin bo'lmaydimi degan savollar bilan ham murojaat qilganman. Keyin Nima javob bo'lgan? Qarangda, men o'ylaymanki, Islom Abdug'aniyevich Karimov o'zi hech qachon viza olmagan ekanlar. Va bu vizaning protsessual jarayonini yaxshi bilmagan ekanlar. Sabab u kishi aytdiki, mana deylik u vaqtda Leninobod viloyatidan shunday chegaraga keladi bizning chegaramizga va aytadiki, mana men Leninoboddan keldim, Toshkentga boryapman. Bu viza emas. U viza olish uchun o'sha Leninobodlik yo hozirgi So'g'd viloyatidan Dushanbega borib O'zbekistonning Tojikistondagi konsulligiga uchrashib, keyin hujjatlar taqdim etib, keyin viza olib, keyin kelishga u deylik haqli. U kishi aytdiki, viza bu juda ham oson narsa, bu faqat tartib qoidaga aloqador xolos degan gapni qilishganida men shunday o'zim xulosa chiqardimki, bu kishi hali viza nimaligini bilmaydi aniq. Chunki u kishiga viza pasportini berishganda qayerga borsa o'sha oldinlar ham pasportida viza bostirib olib kelib taqdim etishganda bu kishi borib kelavergan. Nechinchi yil suhbat bo'ldi? Bu 2000-yil edi. Men Mir Asror Ahrorov, Farg'ona viloyati So'x tumanining Ushshor qishlog'ida tug'ilib o'sganman. O'rta maktabni bitirgandan keyin Dushanbe shahriga borib, Tojikiston davlat universitetiga o'qishga qabul qilindim va u yerda 1978-yil jurnalistik diplom bilan u universitetni bitirib kelib, to'g'ri Rishton shahrimizga keldik. Va u yerda mana shu Rishton haqiqati gazetasida ishladim, faoliyatimni boshladim. Hamidjon Burxonov ustozimiz va o'sha vaqtda bu gazetada bosh muharrir vazifasida ishlar edi. Keyin mana faoliyatimni sekin kengaytirib, deylik, mana Ozodlik radiosi va boshqa radiolarga ishga o'tib ketdim. Mana hozir o'sha Ovozi Tojik gazetasida ishlab yuribman. Men 2015-yildan beri mana shu Ovozi Tojik gazetasi tahririyatida ishlayman. Asosan men Farg'ona va Andijon viloyatlaridan maqolalar tayyorlayman. O'sha yerga safarda bo'laman, yo bir borib 1-2-3 oy, 5 oy turib, deylik, o'sha yerdagi hodisa voqealar haqida deylik har xil maqolalar, xabar maqolalar yozaman. Mana shu tahririyatimiz mana yaqinda matbuotchilar ko'chasidan bu yoqqa ko'chdi. Mana Alisher Navoiy 30 ga. Mana shu hozir juda ham barhavo, yaxshi joy. Aynan shu bizga deylik
nima qilib berishdi shu yerda mana hamma mana shu kabinetlarda bizni xodimlarimiz yaxshi ishlab mana shu gazetaning har xil turli mavzularda maqolalar chiqarishda jonbozlik ko'rsatishyapti, harakat qilishyapti. Endi bu gazeta asosan O'zbekiston Respublikasi prezidenti siyosatini targ'ib tashviq qiladigan deylik minbar va tojik tilida albatta va qolaversa hukumat siyosatini deylik va yana har xil qonunlarni ham tojik millatiga mansub aholi uchun deylik materiallarni taqdim qiladi. Ochiq va lavhalarga qiziqaman ko'proq va reportajlarni shu gazetada anchayam deylik chiqishida ko'proq harakat qildim. Qolaversa bizda muxbirnoma deydi, ko'p mavzulardagi shunaqa bir janr bor. Ya'ni bitta qishloq haqida butun faoliyat, nima ishlar qilinadi, nimalar bo'ladi, muammolar bor va bularni hal qilish yo'llari qanaqa, hammasi deylik mana shu narsalar deylik ko'rsatiladi. Deylik mana shu Ovozi tojik gazetasining Andijonda bitta ayolga nisbatan juda ham yomon tahdidlarni oldini olib, hatto uni sudgacha olib kelishgan. Lekin mana shu bizning gazetamizning sa'y-harakati tufayli degani u ayol gunohsiz ekanligi 100% tasdiqlandi va yana o'z faoliyatini o'zini ishida davom ettirdi. Endi mana ancha yil Ozodlik radiosida ishladim. BBCning fors xizmatida ishladim. Afg'oniston teleradio kompaniyasining O'zbekistondagi muxbiri edim. Ammo mana shu kitobda Orzu va Armon degan nomi bilan chiqdi. 461 dan ko'proq. Mana shu kitob Orzu va Armon deb nomini berganim asosan juda ham ko'p orzularimga erishdim men. Haqiqatda, chunki mana shu eng dunyoning nufuzli radio korporatsiyalarda, axborot vositalarida ishlashga muyassar bo'ldim deylik va juda ham ko'p mamlakatlarda sayr va sayohatda bo'ldim. Qolaversa mana prezidentlar bilan bevosita muloqotda bo'lib, ular bilan savol-javoblar qildim. Mana shu kitob o'sha muqaddimadan keyingi asosiy nimalar mana O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimov bilan rahmatli bilan mana bu suratimiz ham bor. Shu savol-javoblar. Qolaversa Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon bilan mana suratimiz ham bor. Bu bilan savollarimga javob olganligim. Qirg'izistonning sobiq prezidenti ham mana Hurmonbek Bakiyev bilan mana o'tirib savol-javob qilyapmiz. Mana shular ham yana shu bergan savollarimning javoblarini ham varaqqa tushirdim. Ya'ni qolaversa bu kitobda bir qancha ochiq va lavhalar ham o'rin olgan, ammo keyin Afg'onistonda mana 81-yil borganim zobit sifatida, keyin yana ikkinchi marta tarjimon bo'lib O'zbekiston Respublikasi qishloq va suv xo'jaligi vazirligi tomonidan jo'natilganim va u yerda nima ishlar qilganim va hammasi mana shu kitobda deylik o'z aksini topgan. Qolaversa bu yerda mana Eronga safarlarim, Turkiyaga safarlarim, safarnomalar, ya'ni bu safarnomalar hammasi asosan o'zim uchun yozganman. O'zimizda oila xonadonimiz uchun, lekin juda ham ko'p yoru do'stlarim bu narsalarni, bu yozganlarimni o'qib ko'rdi. Keyin mana yana Farg'onaning Farzona farzandlari degan mana bu kitob ham o'tgan yili chiqdi. Bunda ham asosan ochiq va lavhalar. Bu yerda faqat tojik millatiga mansub turli kasb egalari haqida yozgan ochiq va lavhalarim o'rin topgan. Mana bu yerda Rishton, Farg'ona, Suv, Quva, Soy, Quva,
juda ham o'sha tumanlarda ishlagan va ozgina deylik o'sha mehnatlari tufayli odamlarga tanilgan shaxslar haqida ochiq va lavhalar. Qolaversa Abdullo Avloniyning Turkiy Guliston yo axloqini tojik tiliga tarjima qildim va bu mana shu Toshkentda nashr etildi va mana bu do'stim Muhammadjon Shodiyev ko'magi bilan shoir va yozuvchi Yusuf Rasulning Ko'ngil xiyobonini ham u yerda she'r va hikoyalar uni ham tarjima qildik va u Dushanbe shahrida nashr etildi va ko'pincha men Qirg'iziston xalq shoiri Marbayjiyevning Manas dostonidan Manasning Xonikeyiga uylanishi katta qismini rus tilidan tojik tiliga tarjima qildim va bu mana bu O'zbekistonda tojik tilida nashr etilayotgan Sharq durdonasi Durdonay Sharq jurnalida chop etildi. 2021 yilda O'zbekiston Jurnalistlar uyushmasining eng faol jurnalisti tanlovida g'olib bo'ldim. 2023 yilda xalqaro oltin qalam tanlovi sohibi bo'ldim va shu 2023 yil 27 iyun kuni prezident farmoni bilan Do'stlik ordeniga erishdim. Ozodlik radiosida ishlaganimda David Burk jurnalistik mukofotini ham qo'lga kiritganman. Mana O'zbekistonda deylik statistika bo'yicha yaqin 2 million tojik millatiga mansub aholi yashaydi va bu aholining farzandlari uchun ko'p sharoit, imtiyozlar yaratilgan. 250 umumta'lim maktablar bor va bu yerda mana shu aholi tojik millatiga mansub O'zbekiston aholisining farzandlari ta'lim, tarbiya olishadi. Samarqand davlat universitetida, Chirchiq davlat universitetida, Termizda deylik, Farg'ona davlat universitetida tojik guruhlar, fakultetlar bor va bu yerda bevosita mana shu tojik umumta'lim maktablar, kollej va litseylarni bitirganlar borib o'sha yerda o'qiydi. O'quv jarayoni va ham ularni deylik har xil darsliklar bilan ta'minlash va qolaversa kadrlar bilan ham ta'minlash ancha o'zgardi yaxshi tomonga. Farg'ona viloyatining So'x tumani misolida aytadigan bo'lsam, qarang, mana shu 2-3-4 yil ichida u yerdagi muammolarning hal bo'lishi 50 yil davrini ichiga oladi. Qarang, yo'llar asfaltlandi, sementlandi, yangi transformatorlar qo'yildi, bir necha maktablar qurildi deylik. Judayam odamlarning hayoti farovon, yo'llar ravon bo'ldi. Hozir minglab odamlar So'xdek shunaqa joyga borib dam olib kelishyapti. O'sha tabiatidan bahramand bo'lib kelishyapti. Mana Shohimardonga judayam kam odam bo'lardi. Mana Farg'ona viloyatining Farg'ona tumanidagi Shohimardon. Bu yer ham judayam odamlar bilan gavjum bo'lib qolyapti. Yilgacha 2 deylik 10 yillik O'zbekiston va Tojikiston munosabatlari judayam yomon edi. Qarang, masalan, mana shu davr ichida
aslida o'zbek tojik, tojik o'zbek degan aslida bu ikki tilda so'zlashuvchi bir xalq deyishadi. Haqiqatda bu to'g'ri. Chunki qarang, bitta oilada ham kuyov ham o'zbek bo'lishi mumkin, ham kelin ham o'zbek bo'lishi mumkin. Nevaralar o'zbek bo'lishi mumkin, nevaralar tojik bo'lishi mumkin. Mana shunaqa qon qarindoshchilik hech dunyoning hech qaysi bir boshqa xalqida bo'laqa yaqin, bo'laqa bir-biri bilan bog'langan millat yo'q. Afsuski, mana shu bir 20 yilcha biz bir-birimizdan yiroqda, bir-birimiz bilan deylik yaxshi munosabatda bo'lmadik. Xudoga shukr qilib, mana Shavkat Miromonovich Mirziyoyev mana davlat boshiga kelgandan keyin Tojikiston prezidenti muhtaram Emomali Rahmon bilan juda ham iliq munosabatlarni yo'lga qo'yib, bordi keldilarni boshqatdan boshlab berib, xalqlarning ikkalasi yana bir-biri bilan do'stlashib, inoqlashib ketishiga juda ham katta yo'llarni ochib berganlari uchun men ularga haqiqatan minnatdorchilik bildiraman. Va men o'zim ham Dushanbe shahrini o'qishni bitirgandan keyin yaqin 20 yil shu shaharga, shu yoshlik davrimdagi shahriga bora olmadim. Chunki viza olish, yana boshqa savol-javoblar bo'lardi. Hatto Tojikistondan O'zbekistonga, O'zbekistondan Tojikistonga bir qancha muddatga borgan ba'zi shaxslar qamalib ham chiqdi. Go'yoki hamma josus edi. Aslida mana boshqacha bo'lar ekan. Mana hozir ikkala xalqning munosabatini ko'rib odamlar quvnab ketadi, xursand bo'lib ketadi. Lekin bitta narsani aytmoqchimanki, hozir davr yangi bo'ldi deb hamma bo'lar bo'lmas gaplarni ham aytmaslik kerak. Bu ham yaxshi emas. Har bir narsada tarozi bo'lishi kerak. So'z mas'uliyati. So'z mas'uliyati bo'lishi kerak. Bilib, anglab gaplarni, so'zlarni keyin taroziga solib keyin aytish kerak. Chunki shunday bir jumlalar, shunday bir gaplar borki, do'stlikdan ko'ra dushmanlikni yuzaga keltirishi mumkin. Men o'ylaymanki, endi biz mana bir veteran jurnalist sifatida yosh jurnalistlardan ko'p sensatsiya ketidan bormasliklarini deylik, men xohlardim. Chunki davr zamon o'tadi, xalqlar qoladi. Mana shu do'stlikka putur yetkazmaslik kerak. Shunday narsalarni masalan aytib, keyin do'stlikka xalaqit berishdan ko'ra o'sha narsani aytmaslik yaxshi-ku. So'nggi paytlarda mana ijtimoiy tarmoqlarda qaysidir allomalar, qaysidir joylar, boshqalar bilan bog'liq holatlarda u tojikmi, o'zbek, shunga o'xshash bir bahslar ketyapti. Endi buni kimlardir uyushtirayotgan bo'lishi ham mumkin. Uchinchi tomon O'zbekiston va Tojikiston, o'zbeklar va tojiklar o'rtasidagi munosabatlarni chigallashtirib, yomonlashtirishga harakat qiladigan, bundan yutadigan tomonlar bor-da, endi buni yashirib o'tirmaymiz. Shunaqa bahslar, shunaqa bema'ni bahslar haqida sizni xulosangiz, fikringiz bormi? Men mutlaq mana bunday bahslarga, mana bunday gaplarga, mana bunday talashlarga qarshiman. Gap shundaki, har qanday alloma bo'lsin, mana ruslarda bitta gap bor-da, narodniya dostoyaniya. Bu bizning boyligimiz. Mana bu tojik bo'ladimi, o'zbek bo'ladimi, qaysi millat qaysi millat vakili bo'lishida qat'iy nazar bizga uning faoliyati, uning ijodiyoti, uning mahsuli kerak. Biz mana shulardan to'g'ri foydalana olishimiz kerak. Deylik, mana biz 21-asrda yashayapmiz. Deylik, dunyo taraqqiyot tomon ketyapti. Biz mayda chuydalar bilan shug'ullanyapmiz. Bizga kichkina mavzular bilan shug'ullanib, deylik, ana shu ayniqsa ikkala xalq o'rtasidagi do'stlikka rahna solyapmiz. Bu juda ham yomon narsa.
Axir biz yaqindagina mana shunday yomon narsalarni boshdan kechirdik-ku. Yaqindagina deylik, mana shunday yomon kunlarda o'z ko'zimiz bilan ko'rib deylik, bir-birimizdan yiroqlashib ketuvdik-ku. Mana Xudoga shukr, alhamdulillah, mana birga yana birlashdik. O'tmish bilan hadeb faxrlanish ham bu ham uncha to'g'ri emas. Bizda falon kim bor edi, falon ulamomiz bor edi, falon avliyo bor. Hozirdan ana shunday ulamolar yetishib chiqishi kerak. Hozir mana bunday kitoblarni yozadigan mualliflar chiqishi kerak ki toki boshqalar uni ketidan borsin. Endi yangi davr, yangi zamon imkoniyatlarni yaratib beryapti. Ammo biz o'tmish bilan, ularning nomi bilan faxrlanish bilan ovoramiz. Endi biz ham o'zgaraylik.